Orzular hamisha insonlarni yangi marralarni zabt etishga undaydi. Navbatdagi lavhamiz qahramoni bir umr o'qituvchilik qilib, pensiyaga chiqqaniga qaramay, issiqxonada gul yetishtirishni yo'lga qo'ydi. Quvonarlisi, bugun Gulsevar onaxonning qiziqishi sabab uning oilasi mo'may daromadga ega bo'lmoqda. Agar insonda xohish bo'lsa, hech bir qiyinchilik maqsadiga erishish yo'lida to'siq bo'la olmaydi. Kattaqo'rg'onlik Tojinor Norova uzoq yillar davomida ta'lim sohasida faoliyat yuritib, o'qituvchilikdan direktorlikkacha bo'lgan mas'uliyatli yo'lni bosib o'tdi. Tumanning Yangiravod mahallasida istiqomat qiluvchi oila bekasi hozirda nafaqada bo'lishiga qaramay, hayotdagi orzusini amalga oshirdi. Tojinor opa o'z xonadonida issiqxona tashkil qilib, gulchilik bilan shug'ullanishni boshladi. Bugun tomorqasidagi 4 sotixli issiqxonada 200 turdan ortiq gullar parvarish qilinadi. Avvaliga oddiy gullardan eka boshladim va ularni parvarish qildim. Keyinchalik gullarni barcha mamlakatlardagi gullarni o'stirishga qiziqdim va shu gullarni o'stirishni amalga oshirdim. Bugungi kunda 200-300 dan ortiq gul turlari bor. Masalan, Turkiyani gullari bor, Ozarbayjonni gullari bor, Gollandiya gullari bor, Italiya, Hindiston gullari, Xitoy gullarini ham o'stira boshladim. Ular hovliga bezak, qolaversa inson salomatligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytadi Gulsevar. Aloy gulini olsangiz, masalan, yaralar bo'lsa, ularni davolaydi, oshqozon ichaklarni davolaydi. Hozirgi kunda, masalan, o'zimiz tutgul deymiz, shularni ham o'stiryapman. Bularni turli ko'rinishdagi, turli ranglari bor, oq, qizil, sariq ranglari bor. Keyin oleandra gullari bor. Biz uni mahalliy tilda tol gullari deymiz. Keyin palmalar bor, palmalarning ham bir nechta turlari bor. Washington turi bor, Kanarsk turi bor. Gulchilik ortidan daromadi ham yomon emas. O'tgan yilda 120 million so'm daromad qilgan bo'lsa, joriy yilda 150 million so'mga yaqin foyda olishni reja qilgan. Daromad ortidan yangi avtomobil ham sotib oldi. Burni orqasidan farzandlarim o'qidi. Ularga hozirgi kunda hovlilar, imoratlar qilyapmiz, mashina olyapmiz. Shu yil masalan Labo mashina oldik, guldan foyda qilsangiz bo'ladi. Bir yilda masalan 100 million, 150 milliongacha foyda qilishingiz mumkin. Shuni ketidan masalan oilaviy sharoitingizni to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Faxriy o'qituvchi nafaqada ham harakatdan to'xtamadi. Oilasi uchun daromad manbaini yaratdi. Uning bu tashabbusi mahallasidagi ko'plab oilalar uchun ibrat va motivatsiya bo'la oldi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.